Aka, yordam bering. Jinroq xotin orqamdan quvlab yuribdi. Qoch, bu meni o'g'lim. Aldayapti, uni birinchi marta ko'rib turishim. Qo'lingdagini ber. Sizga nima kerak? Meni tinch qo'ying. Qo'lingdagini ber deyapman. Aka, yordam bermasangiz bo'lmaydi. 3, 2, 1. Qoch. To'xtalaring. Rahmat aka, qutuldik shekilli. Arzimaydi. Qo'rqma, orqada qoldi. Qo'limda oyimni tillalari. Sotishga olib chiqdim. Uyda non qolmagandi. U ayol o'shani ko'rib qolib orqamdan quvlab yuribdi. Yordam kerak demaysanmi? Mamamni olginde. Ol oyog'ingni. Ol deyapman. Ol oyog'ingni. Ol deyapman, iltimos. Ol oyog'ingni. Jonim bolam, iltimos meni qiynamagin. Shuni chiqarganda uyi kuysin. Uyi kuysin. Eting narsami bersin? Nima qilasan buni? Deyapman, olib bermasang onammassan, olib ber. Oyi! 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 Hey, oyimga nimadir bo'ldi. Endi 3 kundan keyin nima bo'lishini bilasanmi? Endi ozodsan. Hayotingga hech kim aralashmaydi. Istaganingcha iflosliklar bilan shug'ullanishing mumkin. Chunki endi iflosliklardan qaytaradigan onang yo'q. Oyi, meni kechiring. Men xohlamagandim. Agar yana hayotga qaytganingizda bu xatoni qilmasdim. Odamzod. Oyi! Faqat onang uchun ikkinchi imkoniyatni olding. Lekin bu yo'ldan qayt.